Gördünüz mü vatandaş? Şunu bir söz deyip konopkisini basmaya abar oldum. Hazır qarab baksam, yani konopkisini basmaptım hemen. Ah Xudo deyman de. Endilikçilik ikkinchi leksiya. Bugun Chesag'i 2025 yil 5-oyning 17-kuni dushanba vatandaş. Bu leksiyaning mavzusi mundaq. Yaqindan birisida ko'pincha holda Tayvanlik Lavrni Steyvetlerning so'zini anglab keldinglar, boshqalar shundaq. Tayvan Amerika munosabati ata yoki o'g'in diplomatik munosabat o'rnatdi. Tayvan Amerika munosabati ata ya o'g'in Amerika Qo'shma Shtatlar Tayvanni e'tirof qildi. Mushu so'zlarni reaksiyalarni kayni so'zlab keldi. Bugun endi hozir Tayvan bilan Amerika o'rtasida ikki qonun bor. Tayvan munosabatlari qonuni. Men hozirgacha buni to'liq nusxasi bilan uchratmadim. Tayvan munosabatlari qonunini yoki uchratdimmi esimda yo'q. Eng asosiysi biz uchratgan va sizlarga men talay qatim so'zlagan 6 turli kafolatnoma. Bugun bu 6 turli kafolatnomani Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam Palatasi a'zosi Krishnamurti. Yani qaytadan qonun loyiha o'tirisi darsi o'tirib qo'yib buni qonunga aylantirishga kirgizdi yoki shunda talabni qo'ydi o'tirga. Hozir bu ish bo'yicha bo'lganda Avam Palatasi buni o'tirib qo'ygandan keyin Kengash Palatasi buni muhokama qiladi. Shu vaqt Kengash Palatasining muhokamasi va Avam Palatasining o'tirib qo'yishi bilan hujjat shaklida bir daqiqaga kelgandan keyin bu Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trumpning oldiga yo'llanadi, imzo qo'yadi, rasmiy qonunga aylandi. Endi sizlar bilgan bu 6 moddani, men 6 turlik talab, 6 turlik moddani talab etdim, aytdim sizlarga. So'zladim sizlarga. Desinglarda buni xulos chiqarsak, siz ham biz xulos chiqarsak bir nuqta. Tayvan bilan Amerika o'tirsa, Tayvan Jungo bilan Amerika o'tirsida kechiringlar. Jungo bilan Amerika o'tirsa Tayvan masalasi degan masala mavjud emas. Mushun mazmundan men shuni deb shu mazmunni ko'rib o'tirib men shundaq degan edim o'zim ham Amerika bilan Jungo o'tirsa Tayvan masalasi deydigan masala mavjud emas. Bugun hozir buni Krishnamurti Avam Palata a'zosi o'tirib qo'yib qonunga aylantirishni bu katta gap vatandash. Resmi qonunga aylantirishni yoki prezidentning ishxonasiga yo'llashni qaror talab qildi. Men bugun mushuni sizlarga yetkazman vatandash. Mavzu bunda Amerika Tayvan to'g'risida yangi qonun loyiha o'tirib qo'ydi. Zarba berish kuchi intayin zo'r. Beijing yerilib ketgandek bo'ldi. Ya'ni qo'shig'i yerilib ketgandek bo'ldi. Mavzuda xabar 5-oyning 16-kun Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerikaning Tayvanga qaratgan 6 turli kafolatnomasi 1982-yili prezident Reagan shu chaqda Amerikaning Tayvanda turishliq vakolatxonasining boshlig'iga og'zaki so'zlab bergan mazmunlar. Amerika Avam Palata a'zosi Krishnamurti Tayvan kafolatnomasi qonun loyihasi o'tirib qo'yib, buni ochiq yozma shaklda Amerikaning siyosiy qatoriga qo'yishni talab qildi. Ham davlat majlisida qarorlik tekshirib turish komissiyasi qurishni talab qildi. Hamda kelgusida har qanday hukumat davlat majlisining tasdiqini olmay turib, bu prinsiplarni o'zgartirishga bo'lmaydiganligini kafolatga ega qilishni talab qildi. Bu 6 turli kafolatnoma jumladan bundaq. Amerika Tayvanga harbiy qurol-yarog' setib berish vaqtini belgilamaydi. Yoki oyda ya yilda setib beramiz degan vaqtni belgilamaydi. Amerika Tayvan munosabatlariga aloqador belgilamalarni o'zgartirishga bo'lmaydi. Amerika Tayvan o'tirisidagi munosabatlarga aloqador belgilama va prinsiplarni o'zgartirishga bo'lmaydi. Amerika Tayvanga harbiy qurol-yarog' setib berishdan burun Jungo bilan maslahatlashmaydi. Amerika diqqati Tayvanga harbiy qurol-yarog' setib berishdan burun Jungo bilan maslahatlashmaydi.
Amerika Tayvan bilan Jungo o'rtasida yarashtiruvchi rolini o'ynamaydi. Mana maqolasi gapda. Amerika Tayvan bilan Jungo o'rtasida yarashtiruvchi rolini o'ynamaydi. 1945-yili Jungo Kompartiyasi bilan Jungo Gomindan cho'ng-cho'ng suhbatiga Amerika aralashgan edi, vakil avatgan edi. Amerika aralashgan edi, vakil avatgan. Endi bugun bundan o'sha qonunda 6 turlik loyihada, 6 turlik kapolatnoma nima deyilib qarab turing. Amerika Tayvan bilan Jungo o'rtasida yarashtiruvchi rolini o'ynamaydi. Tayvanning egilik huquqi masalasiga kelsak, diqqat qiling vatandosh. Amerika o'zining maydonini o'zgartmaydi. Tayvanning egilik huquqi masalasiga kelsak, Amerika o'zining maydonini o'zgartmaydi. Bu Jungoliklar o'zlari hal qiladigan masala. Mush jumlani tarjimon qo'shib qo'ydimi qandoq bilmayman, sal gumon kelyapti shuni. Buni Jungoliklar o'zlari hal qiladigan masala degan. Burunqi nusxalarda undaq jumla yo'qda qilaqdi. Mana shu sezgi kelib oldi. Mush jumlani Xitoy tarjimon qo'shib qo'ydim nima? Bu, ya'ni Jungoliklar o'zlari hal qiladigan masala degan. Amerika Tayvanni Jungo bilan suhbat o'tkazishga majburlamaydi. Çünkü şundak edi, bugün hem şundak, kelgisi şundak. Tayvanni mecburlap Jungo bilan suhbat o'tkazsan demeydi Amerika. Amerika Jungo'nun Tayvanga egilik huquqi borligini rasmiy e'tirof qilmaydi mana. Uzib tashlandi degan. Jungo egilik huquqim bor Tayvanga deydi. Tayvan Jungo'nun bir qismi deydi. Tayvan Jungo'nun isyon ko'targan o'lkasi deydi. Bir Jungo, bir Tayvan paydo qilishga bo'lmaydi deydi. Nimalar deydi, hamma deydi. Lekin bu yerda bir og'iz gap Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo'ning Tayvanga qaratgan egilik huquqini, ya'ni og'izlayotgan gaplar bo'lsin, mayli amaliy harakat bo'lsin, Jungo'ning Tayvanga qaratgan egilik huquq tashabbusini rasmiy e'tirof qilmaydi. Demek bunun ma'nosi nima? Tayvan sening zimining emas. Men nemishqa Tayvan Jungo'ning zimini demakchi. Men nemishqa Tayvan Jungo'ning bir qismi demak demaymiz. Bunda qoida yo'q. Amerikada bunda siyosat yo'q, bunda maydon yo'q. Shunga bu yerda Amerika Tayvanning egilik huquq masalasidagi maydonni o'zgartmaydi. Ya'ni Jungo Tayvanning zimini emas. Yoki Tayvan Jungo'ning zimini demaydi. Bu ena qoldi-ku vatandosh emanasa. Şuna hazır Lavrnes, Tayvanlik Lavrnes nima dedi? Tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnatish uchun Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi hukumati, Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi prezidenti Donald Trump xohlagan chaqda nima desa o'zining yo'li, o'zining so'zi. Nima desa shuni deydi. Hozirgi tayyorlik Tayvan tarafda qonun o'zgartirish, Amerika Qo'shma Shtatlarida qonun o'zgartirish mana. Aslidagi kapolatnoma bugun Avam palata a'zosi Krishnamurti orqali nima deyildi? Qonun loyihasi sifatida qonunga aylantirish talab qilindi deb aytildi. Demak, Lavrnes aytgan gap yadrosi bo'lib chiqdi. Davlat majlisi mush ishni qildi deb aytildi. Demak, egilik huquqi borligini rasmiy e'tirof qilmaydi degan mazmunlarni o'z ichiga oladi. Prezident Reagan hukumati davridan boshlab Amerikaning har navbatlik hukumatlari bu 6 turli kapolatnomani to'xtamay shar'iylab keldi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Kengash palatasi 2016-yilda Tayvan munosabatlari qonuni va 6 turli kapolatnoma Amerika Tayvan munosabatining voltashi deb qayta sharhlab tunji qatam qaror loyiha qiyofatida yozma hujjat shaklida Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining xotirasiga olgan edi. Tayvan markaziy agentligi ning xabariga asoslanganda qonun loyihani bilib o'tirib qo'ygan Cumhuriyetchilar Partiyasi mansubi Avam palata a'zosi Yang Kim bunda ko'rsatdi. Yang Kim o Koreyalik, aslida Koreyalik ayol hozir Avam palata a'zosi. Yang Kim bugun Tayvan bu 6 turli kapolatnoma to'g'risida fikr qildi. Shundan keyin yana 4-oyning 8-kuni
4. ayının 8. günü Uyghur Siyaset Kanunu ma'qulladi Avam Palatası. Uyghur Siyaset Kanunu ma'qulladi Avam Palatası. Yankim Hanım o'ttirg'i qo'ydi. Ve şundaq dedi, Uyg'urlar öz takdirini özü belgilashga huquqli millat. Yani Uyg'urlar Birleşken Devletler Teşkilatı'nın siyasi, fuqarolar huquqi xalqaro ahdnamasi. Yani siyaset, fuqarolar huquqi xalqaro ahdnamasi. Ondan keyin cemiyet, medeniyet, taraqqiyoti huquqiy xalqaro ahdnamasi. Mushu ishki ahdnomiga imzo qo'ygandek Jungo Kompartiyasi xuddi mushu ishki qonun loyihaning ro'yi bo'yicha Tibetlar ham 2024-yil 2 ayning 9-kuni Davlat Majlisida qaror qilgan edi. Tibetlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini xalqaro jamiyat tartib oldi. Endi o navbat Uyg'urlarga keldi. Yankim Xonim 4 ayning 8 kuni shundaq dedi. Uyg'urlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi bor. Ya'ni Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yuqorqi ishki qonunining ro'yi bo'yicha. Bugun shu Yankim Xonim Avam Palata a'zosi endi Tayvanga berilgan alt turli kapolatnomani qonunga aylantirishda billa o'tirib qo'ygan kishi. Ya'ni o tarafda Krishna Marti, bu tarafda Yankim Xonim o'tirib qo'ydi. Qonun Tibet to'g'risida undaq, bugun Tayvan to'g'risida mundaq, tunigun 4 ayning 8 kuni Uyg'urlar to'g'risida shundaq. Ajab keldi ya majbumlam. Vah. Rahmat Allah, Xudoga rahmat. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisining xotirasiga shundaq kirgizdi. Tayvan Markaziy agentligining xabariga asoslanganda qonun loyihasini billa o'tiraman. Avam Palata a'zosi Yankim mundaq ko'rsatdi. Bu qonun loyihasi shu narsani ochiq ko'rsatdiki, deydi Yankim Xonim. Amerika Tayvan bilan bo'lgan sheriklik munosabatiga e'tibor bilan qaraydi. Jungodan kelayotgan iqtisodiy va bexatarlik tahdidiga Tayvan Amerika o'rtaq duch kelganda bu nuqta boshqa har qanday cheg'dagi solishtirgan texmo muhimdir. Avam Palata a'zosi Krishna Morti mundaq ko'rsatdi. Alt turli kapolatnomani qonunga kirgizish orqali eni qoldi partiyavilik bilan shundaq ochiq aytmanki yoki shundaq tarqatdiqki Amerika majburlashga qat'iy qarshi turdi. Tayvan bo'g'zining maqomligini qo'llaydi. Alt turli kapolatnoma qonun loyiha Avam Palatada, Kengash Palatada yozma shaklda birlikka keltirilgandan keyin yoki hujjatlashtirilgandan keyin Prezident Donald Trump'ning imzo qo'yishiga yo'llanadi. Prezident Donald Trump imzo qo'ygandan keyin bu qonun loyiha rasmiy qonun kuchiga ega bo'ladi. Vaziyatimiz qistab bir pallampaydan o'rlab qayerga yetib kelyapti vatandoshim. Diqqatda. Men tilga sezildim-ku, shunami? Qarab turing, ha? 5 ayning 12 kuni Janubiy Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo ikki davlat suhbat vakillari, Saudi suhbat vakillari kelishim imzoladi. 5 ayning 12 kuni Jungo mustamlikasi Uyg'uristonda O'rta Osiyo davlatlarining ma'rif madaniyat ministrlarini chaqirib yig'in ochdi. 13 kuni Jungo Urumchida, mustamlik Uyg'uristonning poytaxti Urumchida O'rta Osiyoda Shanxay hamkorlik tashkiloti a'zo davlatlarining ministrlarini chaqirib yig'in ochdi. O'xshash ikkisi lekin kayni-kaynda echib bu tartib bor dabiyada. O'xshash deganim Shanxay hamkorlik tashkiloti desangiz O'rta Osiyo davlatlari, O'rta Osiyo davlatlari desangiz Shanxay hamkorlik tashkiloti shu. Lekin uda bo'lyapti, gap mayada. 5 ayning 12 kuni, 5 ayning 13 kuni. 5 ayning 14 kuni, ya'ni Istiqlol TV'ning xabariga qaraganda qaysi bir qurilish nuqtasida taraqqiy qildirish
iqtisodni taraqqiy qildirish, o'qilish, boqilish degan to'g'rida sho'r taqatdi yoki xabar taqatdi. Vatandaş bu iqtisodni taraqqiy qildirish, u yerdan mancha tonna nefit chiqdi, bu yerdan mancha tonna gaz nefit elib oldik, bu yerdan oltinni qazib oldik bu so'zda. Tegi-tegini aytsangiz, Uyg'urga qarshi turishli emas. Uyg'urni bostirishli emas. Yana birisi jungulik va boshqa furalog'im emas. Eng muhimi Uyg'uristonga Xitoydan ko'chib kirgan Xitoy ko'chmanlarini xotirjam qilish. Tushundingizmi? Men tugun nim dedim? Ehtimal islohot Uyg'uristondan boshlanadi dedim. Hozir men sizga so'zladim-ku. Merkezi Komiteti ichki kurash tugadi. Prezident Donald Trump dal shu vaqtda Beijingni ziyorat qilmoqchi bo'ldi. Ichki kurash tugadi yoki Xi Jinping to'g'risida qarormi tugadi? Hamma narsa muqimlashdi degan. Balki islohot balki Uyg'uristondan boshlandi deganimda. Bu yerda ko'chmanlar masalasi. Eng og'ir masala ko'chmanlar masalasi. Bularni xotirjam qilish. Agar bularning ishiga bir vahima yetib kelib, vahimi ichida qoladigan bo'lsa, bu ko'chmanlar, Xitoy ko'chmanlari, pasparaxchilik boshlanadigan bo'lsa, bu Xitoy ko'chmanlari 1969-yil Xitoy qochdi voqeasida bir voqea o'tirg'i chiqadigan bo'lsa, Xitoy ko'chmanlari vaqtining bo'ldi. Xitoyning Uyg'uristonda atalmış Şinjan Abdunum rayonida Uyg'urni sanmaymizmi bu yerga? Uyg'ur degan büyük sen bu atalmışdan keyin de Uyg'ur kelmaydimi? Machat elga chiqib olgan Gopan Gumbandan pulni xijlabatganlarning gapi u. Uyg'ur atalmış degan gap Uyg'urga besh yo'q qo'yilmaydi. Bu muqaddas ism, muqaddasga chek qilmaydigan ism. Chek qilib olmaydigan ism. Shunga atalmış Şinjan Abdunum rayonida o'zi shundaq da'vatida Xitoy hozir Uyg'ur degan ismni chiqarib berdi. Rayonida ko'chmanlarning ichiga vahima tushadigan bo'lsa, patparaqchilik boshlanadigan bo'lsa, vatandosh agar bu vahima Bentiman deganning ichiga kengaydigan bo'lsa, vatandosh Xitoyga chora yo'q. Xitoyga hech qanday chora yo'q. Faqat shu vaziyatga ergishib maqmoqdan boshqa kompartiya mayli beshin marshalloq tegsin, shu vaziyatga shunday vaziyatga ergishib maqmoqdan boshqa hech qanday chora yo'q. Bugungi leksiyalarimiz mana shu qisqartib so'zlayman deb qumlar jumla oz bo'lib qoldi. Ammo o'zinglar tahlil qilib to'g'ri tushuninglar vatandoshlar.